57. bab. Hazreti Mevlana Muhammed Qazining vafotining bayoni. Bilmek kerakki, muvaffaqiyatga boshlovchi yetakchimiz, xizmatchimiz, xo'jimiz va egimiz Hazreti Mevlana Muhammed Qazi uningga rahmatlar bo'lg'ay. Ning kamolatga yetgan ahvollari bu yerga yetkicha necha joyda bayon qilib o'tildi. Yuqorida eslatib o'tilganidek, Hazreti Mevlana Aqsida va Aqsi tavasida ko'ngli qayerni xolsa shu yerda turadi. Uning sharafli xizmatlarining berkitidan ko'plagan xalqlar bahramand bo'ladi. U joyda uning ixlosmand muridlari paydo bo'ldi. Ularning har qaysilari g'aroyib ahvollarga va ajoyib holatlarga musharraf bo'lgan edi. Beyt. Fil masal necha ming vali murdi, nafasi ilkida zaru afsurdi. Yursa mıgfillari hariminde, bulgusi murda dillari zinde. Xan Aqsidan chiqqan vaqtida Hazreti Mevlana Aqsida qolgan edi. Söyinchi xan kelgandan keyin Hazreti Mevlananing mulozimatlariga kelib, u zotning Toshkentga qadam tashrif qilishini iltimos qildi. Hazreti Mevlana uning iltimosini qabul qilib Toshkentga bordi. Az muddatdan keyin u zotning muqaddas uvusidagi ruh qushlari bu olamdan parvoz qildi. Beyt. Qadamni yutkadi bu tanginadın yetişkeş müjdai fusfet serdadın. Ki ünsi qalmağaş deyri fenağa, baqa mihrabıda turdi duağa. U zatning mübarek ruhlarının lacini paklık alımının evcide parvaz qilib, bihişte mengilik uvu tüzdi ve edebilik kohi qapning sumruqları qatarda o'rinlashdi. Onunğa ve onun tavukvatlarına rahmet ve mağfiratlar bo'lg'ay. U Hazretning murid ve muxlislari onun vafot bo'lgan tarixi uchun Nahdi Xoja Ubaydullah, Nahid Xoja Xiyadullah bu sözdeki harflerinin abjad hisobidagi sonlari jamlanganda Hijriya 922 yili, miladiya 1512 yili 2 ayning 5 kuni, yani Mevlana Muhammed Qazining vafot bo'lgan tarixi hosil bo'ldi. Nah Xoja Ubaydullah degan so'zni topdi. U zotning sharafli umri 60 dan o'tib, texi 70 ga yetmagan edi. Bu olamdan ko'chib ketdi. U zot butkul zohir ilmlarda, komil va botin ilmlarda mukammal edi. U muborak zot bo'lsa, butkul farishta sifatlarining mujassami va fazilatlarining yig'indisi edi. Noiti foydali mo'tabar tasnifatlari, yozgan kitoblar bor. Şərəflik risalələri tariqat əhli üçün əməl qıladigan dasturdur. Şu cümlədən Silsilatül Arifin intayin yıqımlıq kitab. O kitabның tərtibini 3 qismga bölüb yazıbdı. Birinci qismi şeyx bolmaq ədəbləri və murad bolmaq şərtlərinin bayanı. İkinci qismi Hazreti Xoja Ubaydullah Əhrar. Xanzuca nəşrdən Hazret İşan deyilgan muharrirdən. Onun sırları muqaddas bo'lg'ayning ahvollari, majlislari va muborak tillari bilan aytilgan haqiqatlar va ma'rifatlarning bayoni. Uchinchi qismi bir qism ulug' zotlar haqidagi g'aroyib so'zlari, ajoyib hikoyalar va oshkorlangan karomatlarning bayonidir. Silsilatul Arifin nomli bu kitobning taraf tavsiflarini bayon qilishda til ojiz va kamtikdir. Butkul suluk ahlining huzurida haqbulluqqa erişken bu kitap təxminən 50 cüzvi ətrafıda var. O zatның bunundan başqa təsnif qılğan risalələri mı var? Məclislərdə fiqir yıqmasdan bəzi məsələlərini Mevlana'dan sorğan edim. Mevlana o məsələlərinin cavabını nurgun payda mənfəətləri bilən billə kitapqa kirgizən ekan. Amma fiqirga iltifat qılıb kitapdan bərgüdək fürsət bolmagan edi. Hazreti Mevlana vafot bo'lgandan keyin o'g'li Mevlana Qutubiddin Ahmad u sharaflik risolani fiqirga avatib bergan edi. Tavarruk bilganim uchun u risolaning so'zlarini bu kitobga naql qilib kirgizaman. Fiqir iqtidorsiz va kuch qudratsiz banda shuni jazmlashtirib bilmanki, bu kitobim g'aflat qalami va nodonlik siyohi bilan bitilgisidir. O'tkir ko'zlik zotlarning nazarda qadri va e'tibori yo'qdir. Ümidim shuki, balki mushu sharaflik risolaning berkitidan bu kitobimi qalbi uyg'oq zotlarning huzurida manzur va maqbul bo'lib qolsa kerak.
Peqir Kaminaning qalamin bayonlaridagi ayib va qusurlarni bu risolning hurmati tufaylidan afu qilg'ay. Tavba qilmanki, bu kitobimda mendan har qanday xatolik va nuqson sodir bo'lgan bo'lsa, ayiblarni yopquchi Hazrati Tangri Taolo bu sharafli risolning haq va rostligining hurmatidan kechirgay. Munojat. İlaha ilaha xata ayladim, nitay afvinga itika ayladim. İlaha irurmen basi şermisar, irurmen tahdi destu ümidi var. Hazreti Mevlana'nın uluqluq ve ortiqluq egisi, büyüklük bilen yadlanğuchi ve paraqlıqı bilen atalğuchi Janobi Tangrining rahmeti dairesiga yetishganligidan iborat jonni o'rtug'ichi xabar yetib kelgan mahal shundoq vaqt ediki, bu chaq xonning mizojida zaiflik paydo bo'lib, Mo'g'ulistonning otliq yeriga yurib ketgan. Peqirni mamlakatni idora qilib turishga Yorkentda qo'yib ketgan kunlar edi. Bu qo'rqinchli xabarni anglagan muxlislarning jon va dillariga o't tutishib, bu maqolni aytishdi. Beyt. Dardaki pakbazi jahon ketdi dahridan, andaki pak keldi chunon ketdi dahridan. Bu alamlardan ko'zlar yoshlandi. U kunlarda bu beyt takror qilinadi. Beyt. Ko'zim chashmasi ancha yosh to'kdikim, onun qa'irida qolmadi qatranam. Nechik yig'laygan idi ko'z agar madad bermasa bu yurak qoni ham. Shu kunlarning farog'at subhisi furqat kechisiga almashdi. Bu dard alam o'tlari sho'li chechib turibdi. Bu muborak risola yetib keldi. Hol tillarimiz bu maqolni aytdi. Beyt. O'fsam agar onun qalami mushkabarini eylay hamayil dilu can yadagarini. O şərəflik və mübarək risalni təvərik və söyünci bilib, sözmüsüz aynan naql qılındı. O şərəflik risalə budur. Bismillahirrahmanirrahim. Naiti şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Bütkül mədiyə və maqtaşlar bir türküm uluq natiqlar və kəşfiyyat əhllərini əvətiş arqılıq həqiqət və mərifət şamallarının puraqlarını tarqıtıb, başlarını həsrət qoruşub alğan, tenini g'am qayg'u kishanlagan kishilarni bexudluq va mahrumluq tunlarining halokatidan qutuldirib, ularning qalbini hidoyat va umid ishonch nurlari bilan zinatlagan Tangriga xosdir. Tangri Taolo insonlarga va jinlarga umumiy elchi qilib avatgan va uning ishlarini oyatning aniq guvohligi va Qur'onning dalillari bilan to'g'irlagan. Tangrining rahmeti Muhammad alayhissalomga, uning oila tavobatlariga, hamrohlarga, barliq ilm ahlilariga va iymon egalariga duo salomlar bo'lsin. Shuningdan so'ngra aytildiki, nomsizlik bulung'ining xilvatlarida o'ltirg'uchi Burhoniddin o'g'li Muhammad. Tonulgan atlari Muhammad Qozi bir kuni majlisda Jamshid hashamatlik va Faridun kabi qatorlik qadrlik podshohzoda, baxtiyorlar Xoqoni, dindorlar qo'shinining shohin-shohi, izzat va ulug'liqning yuksak osmoni, baxit iqbol darxining mevasi, buyuklik jahonning jini, viloyat jinining jahoni, zaiflarning yor yo'ligi, olimlarning tarbiyachisi, saltanat ishlarining donishmeni, do'stlarni kuldirguchi, dushmanlarni ko'ydirguchi. Tangrining dindorlar mamlakatining soyasi Muhammad Haydar ibni Muhammad Husayn ko'ragan. Tangri uning mamlakati va saltanatini uzun qilg'ay. Muxlislarga yaxshilik va ihsonlarni ziyoda qilg'ay. Nazm. Bihaqqi nabiyyu bisari vali. Ki bo'lg'ay qavvi baxti qadri uldi. Falak davridan bu ulug' xonidan zavalu fana ko'rmagay hech zaman. Hamma shaklar olg'ayki farmon bari, zamana mutiu falak chakari. Ota ruhi bu o'g'lidan har zaman behish ichra bo'lg'ay basi shadman. Ki ta bu jahon bardur ul nikdam, jahon ichra tapqay baqa vassalam. Uning arsiga binoan saltanat ahli va hukumat arboblarning adab axloq va usullari bayon qilingan bir risola rattab yoziladi deb va'da berilgan edi. Shu sababdan gunohi kabira,
cho'ng gunohning bayoni olimlar va oriflarning so'zlari bo'yicha saltanatning shartlari haqida hojatmanlik qalami bilan bir necha quri yoziladi. U Hazratning cheksiz iltifotlari va poyonsiz shafqatlaridagi umid shuki, bu darvishona to'kbiga podshohona marhamat qilib, ayiblarni yopquchi va g'oyiblarni ko'rguchi rizo ko'zlari bilan nazar solg'ay. Muxlislarining xoruzor qadamlariga va ayibli qalamlarga apu xitini yozg'ay. Pok va buyuk Tangri u jahonni idora qilg'uchi aziz vujudni zamonning ofatlari va falokatlardan, hodislarning baxtsizliklaridan omon eson asrag'ay. Kunlar tulpari va hayot dulduli uningga ram bo'lg'ay. Payg'ambar alayhissalomning haqiqiy hurmatidan uning dövletining optipi va yorsozlik soyisi ojiz va zaif fuqarolarning, darvishlar va fiqirlarning beshidan kam bo'lmag'ay. Payg'ambarlar xo'jasining haqiqiy hurmatidan amin. Bilmek kerakki, haqiqiy podsho o'z dövletining parlaq bo'lganligiga qanoat qilmaydi. Chunki bu davlat emas, navbatdir. Agar kishi adolat va yaxshilik qilishga muvaffaq bo'lgan hamda bu qorong'u olamdan iymon dövleti bilan mangulik behishga borgan bo'lsa, davlat ana shudir. Bu so'zning chek-chegarasi va haddu panoyi yo'qdir. Endi gunoh kabirning bayoni va saltanatning shartlari so'zlandi. Bilgin va ogoh bo'lgunki, kashfi karomat arboblari bo'lgan olimlar va ko'rib mushohida qilgan oriflarning e'tiqodlari mundaq. İnsan guruhining yoritilishidagi g'araz butkul olamlarning parvardigori bo'lgan Tangrining muhabbatidan iborat. Banda bu olamdan ketganda pok va muqaddas Tangrining do'stlik va muhabbatini o'ziga hamroh qilib ilib bora olsa, buningdan ulug'liq va sharafliroq hech qanday davlat bo'lmas. Odamzodning ko'ngli bir zaminga o'xshash bo'lib, bu zamin gunoh axlatlardan pok bo'lgandilar. Ondan Tangri Taolo muhabbatining uruqlarını tikishga loyiqlashgan bo'ladi. Demak, janobi ahidiyat huzuriga yetishgan ishtiyoq bog'lagan talabkorlarga zarur va lozim amal shuki, ular ko'ngil maydonni gunoh xas-xashaklardan pok qilishga jon va dillari bilan tirishchilik ko'rsatsin. Dillarida haqiqiy muhabbat uruqlarini ziyorat va mushaqqat suvlar bilan sug'urib parvish qilsin. Shu orqali u muhabbat kundan kunga kuchayib, eshiq martabasiga yetsin va ma'shuqdan boshqa narsalarning hammasi butunlay ko'yib yo'q bo'lib ketsin. Masnaviy. Eshiq erur ol shu ilakim ursa alam. Qilg'usi mash'uq g'ayrini adab. Shod bo'l ey eshiq xush savdoyimiz, ey tabibi jumla illa hayatimiz. Ey davoyi navhatu namusimiz, ey sen Aflatonu jalınusimiz. Ey aziz bilgin ki gunoh kabiri haqidagi qarashlar o'xshash emas. Ba'zilar Hazreti Payg'ambar Tangri uningga duo va salom avatgay. Din naql keltirib mundaq deydi. Gunoh kabiri yetidir. Birinchisi, Tangri Taologa sherik keltirish. Tangri undaq gunohdan saqlagay. Ikkinchisi, noq odam o'ldirish. Uchinchisi, bir pak musulmonni yomon til bilan haqoratlash. Yana iffetli kishini zinoxo'rdak tuhmat qilish deb muatildi. To'rtinchisi, yetimning melini nohiya bilish. Beshinchisi, sudxo'rlik qilish. Buni ribo jazonixo'rlik deb muataydi. Oltinchisi, g'azab vaqtida bir musulmon ikki kupardan qochish. Yettinchisi, ota-onani norozi qilish. Yani ularga azar berish va farmonlarga bo'ysunmaslik. Ba'zi ulug'larning aytishicha, gunoh kabira shuki, shariat egalari uningga bir chegara bekitmagan. Ammo bu so'z shuningga yaqinroqdirki, bundaq gunoh to'g'risida aniq ogohlantirish bor. Buningdan boshqa yana necha turli ta'birlar aytilgan. Ammo mushahida arboblari va Tangri ahlilarining ulug'laridan bo'lgan shayx Abu Talib Mekki'nin sözleri Tangri evliyalarının arasında en güçlü delil bulup itibarga erişken. O bütkül sülük əhlinin huzurunda goya ki qat'iy hükümdür. O zatның Quvvata-ul Qulub, Köngüller Quvveti namlıq kitabıda bu haqda yazganları şuncha inchikilab
tahqiqlanibdi va barliq komil avliyolar buningga qo'shilibdi. Bular tövendikicha. Gunoh kabira 17. Har kishi bu 17 turlik gunoh kabirdan o'zini tortsala, buningdan tashqari gunohlarning hammasi gunoh sag'ira, kichik gunoh bo'lib, Tangri Taolo uni mag'firat qilgusidir. Bu 17 gunohdan 4 ko'ngilga taalluqdir. Birinchisi, Tangri Taologa sherik keltirish. Uningdan Xudo saqlay. Ikkinchisi, har qancha gunohi ko'p bo'lgan taqdirdami, Xudoy Taoloning rahmatidan umidsizlanish. Uchinchisi, taat ibodati har qancha to'li bo'lgan taqdirdami, Xudoy Taoloning g'azabidan xotirjam bo'lish. To'rtinchisi, gunohni halol deb bilish. Yana to'rti tilga taalluqdir. Birinchisi, yolg'on aytish. Ikkinchisi, yolg'on qasam qilib, nohaqni haq, haqni nohaq qilib ko'rsatish. Uchinchisi, ishbatli kishiga tuhmat qilish. To'rtinchisi, sehr afsun qilish. Yana ikkisi qo'lga taalluqdir. Birinchisi, o'g'irlik qilish, ikkinchisi, nohaq qon to'kish. Yana uchi qo'saqqa taalluqdir. Birinchisi, aroq ichish. Ikkinchisi, yetimning melini nohaq yevilish. Uchinchisi, sud, jazoni xo'rlik qilish. Yana ikkisi xos o'rindagi a'zoga taalluqdir. Birinchisi, zina qilish. Ikkinchisi, lavata qilish, hayvonlar bilan buzuqchilik qilish. Yana biri oyoqqa taalluq. U bo'lsa-mu, g'azot vaqtida bir musulmon ikki kupardan qochish. Yana biri butkul badanga taalluq. U bo'lsa-mu, ota-onasiga azor berish, ularning farmoniga bo'ysunmaslik. Her kishi bu 17 turli gunohdan saqlansa, dunyo va oxiratda salomat bo'lgusidir va qiyomat azoblaridan nijot topgusidir. Buningdan boshqa gunohlarning hammasi sag'ira gunohlardir, deyilgan. Bu so'z egilishga asosliq. Ba'zi buyuk oriflar aytibdiki, kishi juma namozini ado qilsa, yana bir jumagacha qilgan gunoh sag'irasiga badal bo'lgusidir. Qachonki ko'ngil maydoni gunoh axlatlardan pok va o'zgalarning mashg'ulotidan xoli bo'lganda, ondan o'zida layoqat paydo qilgusi. Shundala haqiqiy muhabbat sultoni ko'ngil taxtigohidan o'rin olib, shubhisizki, podshohlar biroz shaharga hujum qilib kirsa, uni xarob qiladi. Qur'on Karim 27-sura Naml 34-oyatning bosh qismi. Degan karimilik oyatning hukmi bo'yicha bu ko'ngil mamlakatining ilgirki tartib intizomlarini yo'q qilib, bandilik manzilda o'rlashqusi va nizot tartiblarini tuzgusidir. Shundala g'ayrining zahmatidan xoli holda mahbub visoli muyassar bo'lgusidir. Agar biror kishiga Xudoy taoloning bandalarining ustida hukm yurgizish nasib bo'lsa, shuni bilsinki, podshohlikning shartlari bor. Taki shu shartlarni baja keltirmaguncha din va dunyoda saltanat ishi tartibga tushmaydi. Uning gadinida puhralarning haqqi bor. Podshohlar taki shu puhralarning haqqini ado qilmaguncha oxirat azobidan nijotlik topolmaydi. Bu shart va haq-huquqlarni qisqacha eskartib, bularning haqiqatiga ishorat qilinadi. Podshohlikning 10 sharti bor. Birinchi sharti shuki, har qanday ishda birov ustida hukm chiqarmoqchi bo'lsa, u hokim yoki podshoh oldi bilan o'zini bir puxra tasavvur qilib, yana birovni o'ziga hokim deb faraz qilsin. Masalan, u hokimdan o'zi haqida chiqarilgan har qanday hukmni o'ziga nisbatan ravo ko'rmasa, undaq hukmni puxralar haqida-mu ravo ko'rmasin. Ikkinchi shart shuki, musulmonlarning hojatini ravo qilishni hamma toatlardan afzal bilsin. Bu haqda mundaq hadis bor. Hazrati payg'ambar Tangri uningga duo va salomlar avatgay mundaq degan. Bir mo'min bandaning ko'nglini xush qilish butkul odam va payriylarning toat ibodati bilan barobardir. Demak, musulmon podshoh shuki, u hamisha musulmonlarning hojatini ravo qilishga tayyor tursin. Qachonki bir musulmonning dod etib ishigida intizor bo'lib turganligini bilsa, toki uning hojatini ravo qilmoqcha
Pərzidən başqa ibadətə məşğul olmasın. Öz nəfsinin rahitini közləb musulmonlarning hojatini ravo qilishda sal qarashni yoki kechiktirishni ravo ko'rmasin. 3-chi shart shuki, yemək və kiyməkdə Hazreti Xulafai Rashidin Tangri ularning hammasidan rozi bo'lg'ay, ning xislat va odatlariga egassin. Nafsini lazzatli taomlarni yeyishga, nafis va qimmatbaho kiyimlarni kiyishga odatlantirmasin. Shundaq rivoyat qilinadiki, Hazreti Ali Tangri uning tufaylidan yaxshilik ato qilg'ay. Xalifalik taxtiga o'ltirgan kuni bozorga bordi va bir ko'nglikni oldi. U ko'nglikning yengidan qo'lining uchidan ortiqini etak tarafidan o'shqidan ziyodasini kesib etdi. Ashablar, nima uchun bunda qildilar deb so'ragan edi. Hazreti Ali murtaza javob berib, poklikqa yiqiroq, tavazuga, salom soatga, kamtarlikka loyiqroq va mo'minlarning iqtidor qilishi, agishiga qulayroq bo'lish uchun shunda qildim deb javob bergan ekan. 4-chi sharti shuki, hukm va so'roq vaqtida xaloyiqqa siliq, muloyim, murassa, madara va marhamat bilan so'zlasin. Sababsiz va zaruriyatsiz qattiq yirik gap qilmasin. Dad aytganlarning arzining to'lliqidan, so'zlarining uzunligidan malol bo'lmasin. Ojizlar va miskinlar bilan to'li so'zlashishdan or-nomus qilmasin. Shundaq naql qilinadiki, Ma'un xalqining zamonida bir kishidan gunoh sodir qilib qochib ketgan edi. Shuningdan keyin u kishining inisini tutib, Ma'mun xalqining huzuriga elib kelishdi. Xalifa uningga farmon qilib, "Qerindishingni tepib bergin. Agar qerindishingni tepib bermasang, uning o'rnida seni o'ldirman" dedi. U kishi, "Ey mo'minlarning amri, agar sizning amirlaringizdan birarsi bir kimni o'ldirishga qasd qilsa, siz u kishini o'ldirmay qo'yib bergin" deb buyruq avassingiz. U amir u kishini qo'yib berarmi yoki qo'yib bermasmi deb so'radi. Xalifa uni qo'yib bermaslikka nima haddi bor? Albatta qo'yib berdi dedi. U kishi, "Undaq bo'lsa, men shundaq hukmni yetkazmanki, meni qo'yib berishga farmon berilgan. Chunki sharafli Qur'onda Tangri Taolo hech bir odam birovning gunohini ustiga olmaydi" degan edi. Qur'on Karim 35-sura Fatir 18-oyatning bosh qismi. Shuningdan keyin Ma'mun xalfa, "Buni qo'yib beringlar, chunki u o'zining hujjatini tepibdi va olam parvardigori bo'lgan Tangrining hukmini keltiribdi" deb u kishini qo'yib berdi. 5-chi sharti shuki, xalqning ko'nglini istab hukmda suslik qilmasin, yuz xotira qilmasin. Kishining xushalligini ko'zlab shariatga xiloflik qilmasin va haqqa tajovuz qilmasin. Bilsinki, hukumatning xosiyati va adolatning nishoni shuki, mamlakat ahlining yerimi hamisha hukmdardan norozi bo'ladi. Chunki ikki kishi da'vo qilsa, jazman birining so'zi haq, birining so'zi nohaq bo'ladi. So'zi haq bo'lgani murodil hosil bo'lib xushal bo'lsa, so'zi nohaq bo'lgani g'ariziga yetolmay norozi bo'ladi. Demak, adolatning nishoni shuki, fuqarolarning yerimi hukmdardan norozi bo'ladi, chunki odil hukmdardan hamma xalqning xushal bo'lishi mumkin emas. Shunga hukumat ahli g'arazsiz va moyilliqsiz hukm qilsin. Xaloyiqning xushal bo'lishi yoki xafa bo'lishini o'ylab o'ltirmay, Tangri Taoloning roziligini izlasin. Chunki pok va barhaq Tangri rozi bo'lsa, xaloyiqning rozi bo'lg'usidir. Bu haqda payg'ambar Tangri uningga duo va salom avatgay mundaq degan: "Kimki Tangrining roziligini ko'zlab odamlarni norozi qilsa, uningdan Tangri rozi bo'ladi, bandalarmi rozi bo'ladi." 6-chi sharti shuki, hokimiyatning qiyin xatarini bilmay yurmasin. Mamlakatni idora qilishga g'ofil bo'lmasin. Jazman shuni bilsinki, amirlik va hukmdorlik mansibi Tangri Taoloning fazlidir. Shuning sababidan mangulik saodat va abadiy yaxshi nom atoq hosil bo'lg'usidir. Bu zamondagi podshohlar va hukmronlarning ko'pinchisi bu olamning vaqtlik davlatiga mag'rurlanib, nafsi va hayvonu havaslarining sirtimig'iga kirib dillarini barbod qilyotidi. Nom atoq va obro' qo'g'lishib, iymonlarga zaiflik va nuqson yetkazadi. Iymon islomni qo'ldan berib qo'yotidi. Alloh buni zotla istamaydi. Ular ixtiyor tizginlarining o'z qo'llarida vaqtida jiddiy tirishchanlik ko'rsatsin.
bu dunyodagi davlati oxiratlik saodatiga o'rin bo'lsin. Adolatga va xayr ihsonga qudratining yor berganligini g'animat bilsin. Xabarlarda aytilishicha, bir adil hukmdorning bir kunlik adolatini butun maxluqotning ibodatiga selishtirilsa, barobar kelgusidir. Şuna bu ulug' saodatdan mahrum qalmaslik uchun soya sabab qilsin va tirishchanlik ko'rsatsin. 7. sharti shuki, dindor va parhezkor olimlar bilan ko'p suhbatlasin. Gerçi bundaq olimlar bu asrda kam tepilsa-mu, mubada shundaq olim mavjud bo'lsa, uning vujudini g'animat bilsin. Uning bilan suhbatlash bo'lishga herisman bo'lsin. Uning pandu nasihatini anglashni saodat deb bilsin. Diyanatsiz olimlar haqiqatda nodon va dajjal kabi kishilardir. Ularning suhbatidan o'zini tortishni vojib zarur deb bilsin. Salih kishilar qiyofatiga kirib olgan fosiqlar bilan orlashib qilishdan hazar aylashni o'ziga lozim deb bilsin. Shundaq naql qilinadiki, Shaqiq Balxiy, uning sirlari muqaddas bo'lg'ay, ga Xalifa Harun Rashid, "Ey shayx, menga bir pandi nasihat qilg'in" dedi. Shayx aytdiki, "Ey mo'minlarning amri, Xudoy taoloning bir saroyi bor. Uni do'zax deb ataydi. Seni shu saroyga darvozaban qilibdi. Sana 3 narsa ato qilibdi. Shu narsa bilan xaloyiqning muhim ishlarini bir taraf qilsan. U 3 narsaning biri mol dunyo, biri shamshar, yana biri qamchidir. Mol bilan faqir va muhtojlarni tanglikdan qutqizg'aysan. Shuning bilan ular tanglik tufaylidan gunoh va harom tarafga qadam bosmaydi. Zolimlarni shamshar bilan to'sqaysan, fosiqlarni qamchi bilan adabligaysan. Agar shunda qilsang, ham o'zing nijot topsan, ham xaloyiqni nijotlikqa erishtirgan bo'lasan. Agar bu ishlarga xiloflik qilsang, hammadan ilgari sen do'zaxga borsan. Qolganlar sening orqangdan borg'usidir. 8. shart shuki, o'zini to'limi ulug' var tutib olib, xaloyiqni o'ziga ko'ngilsiz qilmasin. Balki adolat, ihson va mehr, shafqat bilan ojizlarni va qo'l ostidagi fuqarolarni o'ziga do'st va moyil qilsin. Payg'ambarimiz Tangri uningga duo va salom avatki, mundaq degan ekan: Podshohlarning eng fazilatligi va eng yaxshisi shuki, ular xaloyiqni o'ziga do'st tutadi va faqirlarni, ojizlarni dushman tutmaydi. Hükümdarlarning eng yomoni shuki, ular faqir miskinlarni dushman tutib, boy va mol-mulki borlarni do'st tutadi. 9. sharti shuki, karkidan sifatlik zolim amaldorlarni xalq ustiga boshliq qilib qo'ymasin. Agar amal mansab egalarining birarsidan zulm va xiyonat ko'rilib qolsa, uning shundoq siyosat va jazo qilsinki, boshqalarga ibrat bo'lsin. Siyosat ishida bo'shanlik qilmasin. Mansablarni siyosat va nasihat bilan boshqarsin. 10. sharti aql farosatdir. Hükümdar uchun zarur narsa shuki, vaqa hadislarga chunqur o'ylanish bilan nazar solsin va har ishning haqiqatini aniq ayirsin. U haqaning natijasi, ta'siri va oqibatiga o'tkir ko'z bilan nazar solsin. Agar ro'shan va oshkora ish bo'lsa, shariat hukmi bo'yicha kaskin bir taraf qilsin. Agar u maxfiy va muhim ish bo'lsa, kishining so'zi bo'yicha ish ko'rmasdan farosat nuri bilan aniqlab bir taraf qilsin. Chunki hadislar hadu hisobdan tashqari to'lidir. Bilginki, mo'min fuqarolarning podshoh zimmasida bir nechta turlik haqqlar bor. Podshoh va hukmdorlar uchun u haqlarni ado qilish vojibdir. Bu haqlar shuki, hokimiyat va saltanat tufaylidan hech bir musulmonga takabburlik qilmasin. Shuni bilsinki, barhaq va pok Tangri taolo takabburlarni va jabr qilguvchi zolimlarni dushman tutqusidir. Yana biri shuki, avomning bir-biri haqida yetkazgan so'zlarga quloq solmasin. Chunki u oxiri pushaymon keltirgusidir. Bo'libmi hasadxo'r, g'arazli kishilar bir-biriga hasad qilishib, yomon g'arazlar bilan kelib, podshohga bir-birini yomon deb chiqimchilik qilishadi. Bundaq hasadxo'rlar va g'arazgo'ylarning so'zini zinhor anglamasin. Chunki ular bir-birining sirlarini yoshirib, ayblarini oshkor qilishadi. Shundaq naql qilinadiki, mo'minlarning amri Hazrati Ali Tangri uning sababi bilan yaxshilik ato qilg'ay. Ning huzurlarida bir kishi yana bir kishining yomonligini so'zlashga boshladi. Hazrati Ali:
Tangri uning tufaylidan yaxshilik ato qilg'ay, shu hamon u kishiga. Bu so'zingni aniqlayman. So'zing rost bo'lsa, gap to'shib suxanchilik va chiqimchilik qilganliging tufaylidan seni dushman bilaman. Yolg'on bo'lsa, yolg'onchilik qilgan gunohing uchun seni jazolayman. Agar darhol tavba qilib, buningdan keyin chiqimchilik qilishni va suxanchilik qilishni tashlasang, seni afu qilaman dedi. U kishi darhol tavba qildi. Yana bir shuki, agar bir musulmonga har qanday gunohi tufaylidan g'azab qilmoqchi bo'lsa, imkoniyatning boricha oldirmasin, tahqir qilsin. Agar shariat ishi bo'lsa, keyniga surmasin. Agar dunyo ishi bo'lsa, g'azablangandan afu qilg'ini a'lolaqdir. Xabarda shundoq deyildiki, kimki birovning gunohini afu qilsa, qiyomat kuni Tangri Taolo u kishining gunohini afu qilgusidir. Naql qilinishicha, aziz va mehribon Tangri Hazrati Yusuf alayhissalomga vahiy avatib, "Ey Yusuf, sen qarindoshlaringni afu qilganliging uchun sening etingni yuqur qildim" degan ekan. Nazm. Uzaldi gerçe söz, amma hünnez baqidir. Hadisi dilberu efhani aşiqu meşuq. Rubai. Dil dedi mana ilmi ledun buldi heves. Ta'lim et eğer sende irur des ilares. Dedim ki elif dedi yana dedim hiç öyde kişi garip olsa biri harak ana bes. 58. bab. Sultan Saidxonning Mansurxon bilan ko'rishganligi va ko'ngillardagi kir-g'uborlarning yo'qolganligi. Bilmek kerakki, shu qishda xon Mo'g'ulistondan yenib Yarkentga qaytib keldi. Bu qishni Yarkentda aysh-ishrat va xursandlik bilan o'tkazdi. Qashqar bilan Turpanning oraliqi o'tir hol mengishda 2 oylik yo'l bo'lg'achqa, orada elchilar berib kelib uchrashadigan o'rinni bekitib bo'lguncha 1 yil vaqt o'tib ketdi. Taki tarixning Hijriya 922-yili Muharram oyi. Hijriya 922-yili Muharram oyi milodiya 1516-yili 2-oyga to'g'ri keldi. Yetib kelgandila ondan Sultan Saidxon Oqsuga qarab yuzlandi. Nazm. Chu bahri inoyatga yuzlandi jush, sipah jami in'amni qildi nush. Sipahdarlarga saçıp simusar, berib xalqani xasu zarin kemar. Al-Qissa. Xon Yarkentdan yetik ulug'vorlik va to'liq hayvat hashamat bilan otlanib Qashqarga yurdi. Xon Qashqarga yetib kelgan chaqda Peqir otdan yiqilib, qo'lim jaynikimdan chiqib, ketib ig'ir yordar bo'ldim. Xon Qashqarda men uchun necha kun to'xtab saqladi. Qo'limning og'riqi xeyli pasaygandan keyin xon otlandi. Peqir Qashqarga qoldim. Bir necha kundan keyin qo'lim saqaydi. Shu hamon tezlikda yurib, Joyduba. Bu ism Mulla Muhammad Niyozning tarjimasida yuqorqida e'langan. Parischa 1, 2 nusxalarda Muhammad Sadiq Qashqarning tarjimasida va Toshkent ruscha nashrida Joyduba deyilgan. Degan yerda xonga yetishdim. Xon manzil yurib O'shqa yetdi. Nazm. Qayu manzilki qilsang yo'lni mushkin, munavvar bo'lg'ay ul xurshid oyin. Qayu jonibiga yuz qo'ysang betta qadr, rikabing subhidek bo'lg'ay jahangir. Vaqtiki xon O'shqa yetib keldi. Shu kunlarda Amin Hoji Sulton O'shda edi. Chunki texcha Oqsu ovotlashmagan edi. Amin Hoji Sulton xonning qadam tashrif qilganligidan xabar tepib, g'alaba va muvaffaqiyat kabi xonning istiqboliga keldi va peshkashlarni xonning oldidan o'tkazdi. Nazm. Qilib qulluq tili birla duosin, dedi ming til bila madhu sanasin. Ki doim yoring bo'lsin, baxtu iqbal, adu bo'lsin hamma men kubu pamal. Amin Hoji Sulton xonni qutlug' uyiga taklif qildi. Xonmi qabul qilib Amin Hoji Sultonning uyiga baxit omad kabi kirib keldi. Xon u yerda xusravlarcha o'ltirish va shohona to'ylarni tuzib, bazmidan bo'shgandan keyin nazm. Chiqib ondan ravona bo'ldi shodon, g'ubari qildi elni anbar afshon. Oqsudan yurib jom otliq o'rinda tushkun qildi. Mansurxonmi Turpandan yurib Arbat.
Bu ism Tehran nashrida Rabat deyilgan. Qa yetib kelgan edi. Jam bilan Arbatning orliqi 7 farsang yo'ldir. Shu chaqda Mansurxon tarafdan Mir Jabor Bardi kelib, xonning mulozimati sharifiga erishdi va ikki xonning ko'rishish tartibini mundaq bekitishdi. Ikkili tarafdan lashkarlar saf tuzib taq bo'lib tursin. Ikkili taraf bir-biriga go'ri uchun kishi avassin. Uni lashkarlar ichida saqlasin. İki xonga har biriga 30 dan kishi hamroh bo'lsin va ikki saf o'tirsida ikki xon bir-birlari bilan ko'rishsin. Uchrashish tartibi ana shunda qaror qilingandan keyin xon Piqir Muhammad Haydarni o'zi tarafdan go'ri uchun Mansurxonga avatdi. Mansurxon bilan birga keladigan 30 kishini sanashqa Aziz Bardi og'ini tayinladi. Piqir Mansurxonning huzuriga yetib borganimda meni turli mehr shafqat, iltifot marhamatlar bilan azizladi va advorladi. Yuqori izzat ikromlar bilan hurmatladi. Nazm. Çu süvi oldi meşrif sarıdın eyan, zuhur eyledi şahi gitti sınan. Alıp teği zerbirle zerrin süper, cahan mülkün aldı hemme serbeser. Vaxtki meşrik şahi pelek taxti üstüge çıkıp, şevketlik kademleri bilen bütkül alemni öz nurlarının təvəlikiga kürgüzdi ve alı çıpar peleknin iki yüzlümülük ixtilabını tügetdi. Keçi bilen Yulduzning qarmu qarshiligini yo'q qildi. Mansurxon safar oyig'ini yorishish uzangisiga qo'yib, xon tarafga ravon bo'ldi. Lekin Mansurxonning ko'nglida tegicha vahima va qo'rqinish bor edi. Shu sababdan imkon bor ehtiyot qilishni zarur deb lashkar bilan birga yurdi. Babajoq sulton va Shoh Shayx Muhammad sulton ikkisi Mansurxon bilan ota bir, ona bir qon qarindosh edi. Yaqinlashganda Mansurxon ularni chaqirib, ularning har biriga ehtiyot qilish, hushyor turish haqida ko'p ta'kidlab, ondan yana ravon bo'ldi. Lekin Aziza Bardi og'a yo'l ustida turib 30 kishini sanab o'tkazdi. Ondan ortiq bir kishini o'tkazmay hammasini yandirdi. Mansurxon tarafdanmi Mansurxonning onasi Sohiba Davlat begim. U Mir Jabor Bardining hamshirisi edi va Mansurxonning hamshirisi Mahim xanım ikkisini go'ri uchun avatgan edi. Xonmi 30 kishi bilan keldi. Ikki lashkar qarorgohlarda saf tuzib turishdi. Ikki saf o'tirsida soyivallar tikildi. Mansurxon ilgari kelib, zamin va zamonga davlat soyasini salg'uchi Humayga o'xshash yurib soyvan ichiga kirdi-da, xalq majlisining to'rida va jahondorlik taxti ustida o'rin elib o'tirdi. Nazm. Oyoq chun qo'ydi zarin taxt o'za ol. Jahoniy taxtiga bosh qo'ydi bilkul. Mansurxon kelgandan keyin xon yetib kelib, tuvan martabadagi amirlar otdan tushadigan yerda otdan tushib nazm. Bas ravon bo'ldi, nahli sarbi ravon. Boshidan ta oyog'i ruhiy ravon. Mansurxonning huzuriga yaqin yetib keldi. Moğul qoidasi bo'yicha tiznib ta'zim qildigan joyga kelganda xon ta'zim qilishga mashg'ul bo'ldi. Garchi Mansurxon xonning cho'ng aksi bo'lsa-mu, lekin u izzat ikrom yo'lini tutib, qomatini ruslab, xonning oldiga kelib quchoqlashib ko'rishdi. Nazm. Tutib tufa duru guhar tajuzar, basi xalati xasu zarin kamar. Necha asbi taziyu simin lijam, necha tig'i hindiyu zarin banam. Demek bundaq padişahdan bu mertebedeki sultanga qanchalik miqdorda töhbe ve peşkeşlik layık ve muvafiq bolsa, xon onundan ziddiyetlik, ziyodarek peşkeşlerini Mansurxonning nazaridan o'tkazdi. Mir Jabor Bardi fasohatlik til bilan to'rlar qoidasida xonning peşkeşlerini Mansurxonga ma'lum qildi. Mansurxonmi u töhbe ve peşkeşlarning hammasini qabul qilib oldi. Xon ta'zim qilib, ehtirom qo'llarini adab ko'ksi ustiga qo'yib o'ri turdi. Mansurxon xonni taklif qilib, yinida o'ltirg'izib, "Garchi men sizdan yoshda cho'ng bo'lsam-mu, lekin martaba jihatdan siz otamning o'rnidasiz. Bunchavala tavazu qilishingizning nima keragi?" dedi. Xon yana ta'zim qilib, tavazu bilan o'ri turdi. Mansurxon yana taklif qilib, yinida o'ltirg'izdi. Nazm. Qarin bo'ldi ikki shahidin pana, qiron eyliganda quyosh birlama.
Mansurxon söz boshlab, turaqsiz palakning qaynamlarida urush va inqilob kunlarini qandoq o'tkazdingiz deb so'radi. Xon yana ta'zim qildigan yerga berib, tavazu bilan tizinib turib mundaq dedi. Har qanday baxtsizlikning oxiri istiqbol bo'lsa, judolik azobining oxiri visolga o'rilsa, uning oxiridagi havolavati ilgirki azoblarni yo'q qilib etadi. Nazm. Ol talxki hicr içire kördün, yüz zehir hararetin sümürdün. Çün akıbeti visal bulgay, ol bade hemme visal bulgay. Pak ve büyük Tanrı'ya teşekkürler olsun ki neçe yıllardan beri tartkan gayriplik, külpet ve reniç müşakkatler bu bir demlik şereflik söhbetleri nimetinin halaveti ve xursalligi bilen unutildi. Zaman inqiloblarının ta'siri bilan ko'ngil aynigiga o'ltirib qolgan renich va malolliq chan to'zonlarning hammasi yo'qoldi. Ular shuningdan keyin saltanat intizomi va mamlakatning muhim ishlari to'g'risida ko'p so'zlarni oraga selishdi hamda buningdan keyin birlashish, muhabbat aloqasini xolis davomlashtirish va mustahkamlashni ahdu paymonlar bilan takror ta'kidlashib bitishdi. Demek bu söhbət axırlaşqıca günmü Şamğa yaqinlaşdı. Mansurxonmu xonga nazm. Neçə əsbi niku şəklu xuş əndam. Ona sərsər yetişmey ursa gergam. Çu salsa sayəsini taziyana kilib təng səkni meydani zamanı. Beraber aldıda tağ ilə hamun inan əmridin olmay ləvzə burun. Demek qançiligan şaş atlarını, nefis zər toqulmalarını, kümüş əsvablarını və şahana libaslarını iltifat qildi. Ular xoşlaşıdığan çağda bir-birləri bilan qucaqlaşıb, hər birləri öz eginlərini bir-birləriga kiydirishdi. Atlarını özara mindirishib, muradları ökülgən, arzularga yetgan halda bir-birlaridan ayrılıb, hər birləri öz leşkargahıga qarab roman bo'ldi. Mansurxon leşkargahıga yetib kelgandan keyin Peqir Muhammad Haydarni chaqirdi. Mansurxon yasalgahdan toki oliy o'rda bağıcı bo'lgan orliqda Peqir bilan ham suhbat bo'lib, xon bilan ko'rishgandan boshlab toki xo'shlashgangacha bo'lgan orliqda bo'lgan voqealarni xuddi yuqorida zikr qilib o'tilgandek Peqirga bayon qilib, visol obiy hayotining lazzatini ta'rifladi va ishtiyoq tashnoligi va piroq ochlig'i bunchalik visol sharbati va mushunchalik nisiva bilan pasaymidi dedi. Nazm. Neçe deb olay deb idim kam ile tutuldi dariga ki rahi nefes. Dariga ki xani visalda hem yedim luqmai dediler emdi bes. U taki Ali ordaga yetkicha ashu ahvollarni bayon qilib berdi. Ali ordaga tushgandan keyin kechining birinchi qismidan yerim hassa o'tgan edi. Mansurxonning huzuridan Peqirni chaqirg'ali kishi keldi. Berib mulozimatiga musharraf bo'ldim. Bundaq ulug' xondan sodir bo'lishga munosib va loyiq bo'lgan turli iltifot, in'omlarning hammasini qilib, Peqirga cheksiz marhamat va inoyatlarni ko'rsatib, ondan ruxsat iltifot qildi. Mansurxonning huzuridan chiqib xonning bargohiga yetdim. Xonmo Mansurxonning degan so'zlarini va o'tgan voqealarni bayon qildi. Bo'linish ta'siri bilan tortgan qiyinchiliklarni izhor qilib o'tdi. Bu ikki xonning orasida hosil bo'lgan sulhi va birlik uchun barliq lashkar ham puhralar balki butkul xaloyiq xo'shal va xotirjam bo'ldi. Ular to'liq aminiyat va farovonlik ichida ikkili xonning davlati uchun duo qilishga mashg'ul bo'ldi. Xonning mulozimatiga fozil kishilar bu sulhi uchun tarixlarni aytishdi. Shulardan biri bu tarixni du lashkar ba nishat, ikki qo'shin shodlandi. Bu so'zdagi harflarning abjad hisobidagi sonlari jamlanganda 922 bo'ladi. Ya'ni hijriya 922-yili, milodiya 1516-yili kelib chiqadi degan so'zdan chiqardi. Peqirning xotiramda mushu tarix saqlanib qopti. Boshqalari esimdan ko'tarilibdi.